To'raqo'rg'on tuman Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Abdumalik aka Haydarov bilan suhbatimiz davom etadi. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Endi bugungi kunda ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Keling, shu xususdagi ma'lumotlar bilan suhbatimizni boshlab olsak. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 2-apreldagi 134-sonli qaroriga muvofiq 2025-yil 2026-yilda isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga bir martalik 1 million so'mdan moddiy yordam ajratish ko'zda tutilgan. Ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda 100 mingdan ortiq ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirildi. Moddiy yordam oluvchilar ro'yxatiga quyidagi toifalar kiritildi. Ya'ni birinchi navbatda ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi hamda kambag'allik reyestrida turuvchi oilalar, bundan tashqari mahalliy yettiligi tomonidan ikkala reyestrda turuvchi oilalarning 40% gacha bo'lgan miqdorda qo'shimcha kam ta'minlangan oilalar ro'yxati shakllantirish belgilangan bo'lib, ushbu oilalar ro'yxati shakllantirildi. Hali aytib o'tganimdek, mana Namangan viloyati bo'yicha 100 mingdan ortiq oilani shakllantirdik va to'lovlar amalga oshirildi. Endi demak, mana shu qo'shimcha ehtiyojmand oilalar mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ravishda shakllantirildi va ro'yxatga kiritildi. Endi mana shu bir martalik moddiy yordam pullari qanday usulda amalga oshiriladi? Karta orqali to'lab beriladimi yoki naqd pul shaklida tarqatiladimi? Bu yerda o'sha qo'shimcha oilalar ro'yxati shakllantirishda birinchi navbatda mahalla yettiligi tomonidan boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz keksaligi bo'lgan yolg'iz keksasi bo'lgan oilalar, nogironligi bor yoki uzoq muddatli kasallikka chalingan oila a'zosi borlar, bitta xonadonda 3 va undan ortiq oila yashovchi oilalar ro'yxati ushbu ro'yxatga kirish uchun ustuvorlik beradi hamda mahalla yettiligi tomonidan ushbu ro'yxatlar birinchi navbatda shakllantiriladi. Namangan viloyati bo'yicha 100 mingdan ortiq oilalarni ro'yxati shakllantirib to'lovlar amalga oshirildi. Bu ikkita usulda, ya'ni birinchi navbatda joriy yilning 30-oktyabr sanasida o'sha kam ta'minlangan oilalarni nomida bank plastik kartasi bo'ladigan bo'lsa, bank plastik kartasi orqali, agar mavjud bo'lmasa naqd pul orqali yetkazib berilyapti. Bank plastik kartasi orqali 30-oktyabr kuni to'liq moliyalashtirib berilgan hamma mablag'lar bank plastik kartasiga o'tkazib berilgan. Naqd puldagi 1 millionlik moddiy yordamlar esa oilalarga hozirgi kunda yetkazib berish ta'minlanmoqda. Tushunarli. Va aynan ehtiyojmand oilalar uchun elektr va tabiiy gazni bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilgani uchun aynan kompensatsiya to'lash tartibi haqida ham bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qaroriga 2024-yilda qabul qilingan, 2025-yilda Prezident qarori chiqqandan keyin ushbu qarorga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qo'shimchalar shundan iboratki, o'tgan yilgi mavsumda 2024-yilda faqat qishki mavsum uchun, ya'ni isitish mavsumi uchun noyabr, fevral oylari uchun to'lab berilgan ushbu kompensatsiya. Bu yilgi qo'shimcha o'zgartirish kiritilganda kambag'al oilalar reyestriga kiritilganlardan tashqari bazaviy hisoblash miqdorini 1,5 baravargacha bo'lgan daromadi bor oilalar ham qo'shimcha ro'yxatlarga kiritildi. Hamda ushbu oilalarga endi faqat isitish mavsumida emas, yil bo'yi to'lab beriladigan tizim joriy qilindi. Arizalar kiritilgandan keyin tizim to'liq avtomatlashtirilgan, raqamlashtirilgan hisoblanadi. Hozirgi kunda o'sha viloyat bo'yicha jam 189 ming oilani
arizasi kiritilgan bo'lib, shundan 40 ming oilalarga 2,2 milliard so'm mablag' to'lab berildi. Bu o'z navbatida o'tgan yilga qaraganda 45 mingta oila shakllantirilgan va 20 mingta oilaga 5-9 milliard so'm mablag' to'lab berilgan edi. Endi buni yaxshi tomoni hozir mana aholimizga ham qulaylik tug'dirgan tomoni faqat isitish mavsumida emas, yil bo'yi to'lab beriladigan bo'ldi. Bir marta ariza kiritilgandan keyin kompensatsiyaga 2027-yil aprel oyiga qadar qayta ariza kiritilmaydi. O'sha ariza bo'yicha hisob-kitob qilib ketaveradi. Endi mana shu joyda bir savol tug'iladi. Ehtiyojmand oilalar deganda qanday oilalar nazarda tutiladi? Mana shu jihatini ham ozgina tushuncha. Ehtiyojmand oilalar qatoriga o'sha hozirgi kunda o'sha bazaviy hisoblash miqdori bor, 669 ming. Oilaning daromadi 669 ming so'mdan yuqori bo'lsa, ehtiyojmand oila hisoblanmaydi. 669 mingga yetmagan oilalar ehtiyojmand oila hisoblanadi. Bizda o'sha 669 mingga yetmagan oilalarni o'sha kambag'allik reyestriga kiritiladi hamda yagona ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritiladi. Ushbu oilalarga tegishli tartibda davlat tomonidan belgilab berilgan nafaqalar to'lab berilmoqda. Endi fuqarolarimiz qayerga bu masala bo'yicha murojaat qilinadi? Aslida davlat xizmat markazlariga boradimi yoki yana boshqa mahallalardami? Bir martalik moddiy yordam masalasida alohida o'zi asli ijtimoiy himoya milliy agentligini alohida call centeri faoliyat yuritadi, 1140 qisqa raqamli. Bir martalik moddiy yordam berish davrida masalan noyabr oyida call markazida alohida bir yo'nalish joriy qilib turib fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida javob olish uchun ushbu operatorlar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Agar aholilardan qanaqadir shu yo'nalishda moddiy yordam masalasi yoki nafaqa masalasida murojaat qilinadigan bo'lsa, savollarga javob olishlari tumanlardagi inson ijtimoiy xizmatlar markazlariga yoki o'sha har bitta tumanda o'zini alohida Telegram kanallari bor. Telegram kanallari orqali bir martalik moddiy yordam yoki nafaqa masalasida savollarga javoblar olishlari mumkin.